Mana bugun Bosim bobo baliqqa Zominda o'sha mashhur Asqar akam kelgan, bloger akamiz. Xush kelibsiz aka. Baliqlar yoqdimi? Zo'r baliq, zo'r. Qanday uyingizga baliqda gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa Asqar akam yangi loyiha boshlagan, shunaqa chini bilan qiynalgan, boquvchisini yo'qotgan insonlarga yordam qo'lini cho'zib uy qurib beryapti. Sizlar ham agar shu savobga sherik bo'laman desalaring, men Asqar akamni bog'lansalaring, bemalol savobga sherik bo'lasizlar. Men o'zim ham hozir aytib o'tiribman, shu yerda ishlaydigan ustalarni va uyni egasini Zomindan ham filar ochib qo'yganmiz. Bir olib boring, mehmon qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Men Bu yoqqa o'sha joyga biz endi jannatdan bir qasr deb nomladikda, uyni quryapmiz. Bir o'tasizmi? Ustalarimiz qachon keladi? Sizlar qachon keladi deb ona qiziqadi-da endi. boraman, gap yo'q. Dangap. Bir bor hormanglar deb kelsangiz bo'ldi sizlarga. Sizlarni ham kutib qolamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xudo xolasa biz Bosim bobo baliqdamiz. Zominda qanaqa ochilgan edi? Bosim bobo Zomin. Bosim bobo Zomin deb ochilgan o'sha filialga xudo xolasa ustalar bilan boramiz, ha? Rahmat. Rahmat sizga ham rahmat. Baliqqa kelaverasizlar. Vahshiy baliqda gap bo'lishi mumkin emas.